milliy sertifikat va DTM darajasidagi keyingi misol yechimini ko'rib o'tamiz. Bu yerda bizda berilgan ifodaga e'tibor bering. 5 taqsim xy, 7 taqsim yz, 9 taqsim xz 3 ga teng. 3 taqsim xy plus 2 taqsim yz plus 1 taqsim xz teng minus 2 taqsim 5. Bu ifodalardan mana shu x, y, z taqsim x plus y plus z topishimiz kerak ekan. Xo'p, bunda nima qilamiz? Birinchi bo'lib, mana bu berilgan sistemadan mana bu ikkinchi ifodani 2 ga ko'paytirib yuboraman. 2 ga. Hammasini suratini uni yozib olaman. 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6 taqsim xy plus 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4 pastda yz plus 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2 pastda xz barobar minus 4 taqsim 5. Birinchi tenglikni o'zini yozib olamiz. 5 taqsim xy plus 7 taqsim yz plus 9 taqsim xz barobar 3. Endi bularni qo'shib yuboramiz. Qo'shib yuborsak, bular hammasi suratlar 11 bo'lib qoladi. Keyin 11 ni chiqarib yuboraman-da yozib olaman. 1 taqsim xy plus 1 taqsim yz plus 1 taqsim xz barobar buni qo'shib yuboradigan bo'lsak 11 taqsim 5 ekanligini topib olamiz. 11 larni qisqartirib yuborsam bo'ladi, bu yerda 1 qoladi. Demak, mahraj bersam bunga z beraman, bunga x beraman, bunga esa y. Shunda x plus y plus z taqsim x y z teng bo'ladi 1 taqsim 5 ga. Bizga buni teskari holati kerak. Teskari holati bu 5 ga teng. Demak, mana javobimiz D javob ekan.